Assalomu alaykum go'zal va latofatli pazandalarim. Biz bugun sizlar bilan oddiy uy qatig'idan Napoleon tortini tayyorlaymiz. Buning uchun biz quruq idishimizga 6 ta tuxumni ketma-ketlikda chaqib olamiz. Tuxumlarimiz o'rtacha kattalikda, iloji bo'lsa xolodilnikda turgan muzday bo'lsa yana ham yaxshi. Endi tuxumlarimiz ketidan 150 gram shakarni ketma-ketlikda solib, asta-sekin solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana endi massamizga 1 osh qoshiq chayniy sodaga 1 osh qoshiq uksusni solib, yaxshilab aralashtirib qo'shib yuboramiz. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Endi bizga 200 gram sariyog' kerak bo'ladi. Men oddiy tabiiy uy sariyog'idan foydalandim. Sizlar margarinni yaxshisidan, foizi ko'pidan foydalanishingiz mumkin. Iloji bo'lsa uy sariyog'ida mazaliroq bo'ladi. Yaxshilab silliq massa bo'lguncha aralashtirib, endi xamir holiga kelguncha asta-asta un qo'shib, avval vinchka yordamida, keyin qo'limiz bilan yumshoq, qo'lga yopishmaydigan xamir tayyorlaymiz. Mana endi xamirimizni oz-ozdan unini qo'shib, qo'limiz bilan tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni idishimizdan stolning ustiga olib, yaxshilab ishlab olamiz. Endi xamirimizni bir xil 7 bo'lakka bo'lib chiqamiz. Ozroq qismini olib, tepasiga urvoq qilish uchun olib qo'yishimiz ham mumkin. Xamirlarimizni bir xil zuvala qilib, tepasini selofan paket bilan yopib, muzlatgichga kamida 1 soatga tindirishga olib qo'yamiz. Endi har bir xamirlarimizni yaxshilab un sepib, 1,5 santimetr bo'lguncha yoyib, listimizga joylab olamiz. Xamirimizni sariyog'i uy sariyog'i bo'lganligi uchun ham sariyog'i ko'p bo'lganligi uchun yoyilishi qiyin bo'lishi mumkin. Hech ham tashvishlanmang, o'zi shunaqa bo'ladi, chunki bu juda ham og'izda eriydigan xamir bo'ladi. Endi listimizni yaxshilab unlab, xamirimizni qolgan qismini qo'limiz bilan listda yoyamiz va 170 darajada qizdirib turilgan gaz pechiga solib, 7-8 minutdan har bir ko'rshimizni pishirib olamiz. Endi esa kremini tayyorlaymiz. 1 litr muzdek uy qatig'i, 200 gram qaymoq kerak bo'ladi va tabga qarab shakar qo'shamiz. 300 gram shakar bilan shirasi o'rtacha bo'lishi mumkin. Men 300 gram shakar soldim. Juda ham shirali emas, katta-yu kichikka birdek yoqadigan bo'ladi. Bu 3 xil massamizni sekin yaxshilab, chiroyli krem bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Siz vanilin qo'shishingiz mumkin. Xushbo'y bo'ladi yana ham. Miksersiz oddiy vinchik bilan tayyor bo'ladigan oddiy krem, tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan. Mana kremimiz ham silliq bo'lib, chiroyli bo'lib tayyor bo'ldi. Endi har bir pishirib olgan go'shtlarimizni asta-sekin yig'amiz. Mana go'shtimiz har bir qavatiga 1,5 cho'mich, 2 cho'michga yaqin krem ketadi. Men 1,5 cho'michdan krem quydim. Qoshiq yordamida yoyib olamiz kremini. Shoshilmasdan bir xilda yoyib chiqishimiz kerak. Hamma go'shtlarimizni yig'ib bo'lganimizdan keyin mana eng oxirgi qavatni ham tekislab olib, shu orada 1 soatga xolodilnikda qatirib olsak, bezashimiz uchun oson bo'ladi. Men videoni tezroq yakunlashim kerak edi, shuning uchun birato'la o'zimga shoshilib chiziq tortib oldim. Mana hali ham kremlarimiz suyuq. Shunday bo'lsa ham bezatyapmiz. Hamma o'zini xohishiga qarab bezatishi mumkin. O'zini xamiridan go'sht pishirib, urvoqlarni sepsangiz ham bo'ladi. Mana hozir qulpinoy sezoni bo'lgani uchun qulpinoy bilan bezatyapmiz. Bolalarimizga yana ham qiziqarli tort bo'ladi.
bemalol bu tortimizni oila a'zolaringizga tayyorlab berishingiz mumkin. Hamma mahsulotlari tabiiy, ishonchli, uyda bo'lgan sariyog', qatiq, qaymoq. Mana qulupnoylarimizni terib chiqdik. Endi ozgina yong'oq bilan chiroyli qilib bezatib olamiz. Mana tortimiz ham tayyor. Tortimiz kamida 4 soat salqin joyda yoki xolodilnikda turib, kremlari yaxshilab go'sht bilan birlashib ketishi kerak. Shunda mazali, yumshoq bo'ladi. Mana tabiiy mahsulotlardan bo'lgan Napoleonimiz tayyor bo'ldi. Albatta oila a'zolaringizga tayyorlab ko'ring. Retseptni opisaniyada qoldirdim. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. O'z fikringizni kommentariyada qoldiring.